Assalomu alaykum. O'tgan darsda sizlar bilan nazariya qismini ko'rib chiqgandik. Xudo xolasa endi testlarimiz bilan tanishib chiqamiz. Xo'p, demak, tirik organizmlarning xususiyatlari 1-3. 1-3 ga kelib qoldikmi? Qanday 1-3 ga kelib qolamiz? Avval 1-1. Mana. 1-1 dan demak. Xo'p, dastlab biologiyalik bo'limlari bilan tanishib chiqamiz. Xo'p, tirik organizmlarning tuzilishi, funksiyasi va harakati asosida texnik tuzilmalar yaratish bilan shug'ullanadigan biologiyaning bo'limini aniqlang debdi. Demak, bu qaysi bo'ladi? Yozishimiz kerak ekan. Xo'p. Bu demak bionika hisoblanadi. Bionika. Ya'ni texnik demak organizmlar tuzilishini asos qiladigan so'ng, ya'ni organizmlarda o'sha tirik organizmlarni aytaylik. Xo'p, chigirtkalar misol oladigan bo'lsak, chigirtkalarda tuzilishini, funksiyalarini biz vertolyotlarda qo'llaganmiz yoki samolyotlar o'sha qushlarda tuzilishidan, funksiyalaridan asos qilib yaratilgan. Bu bionika hisoblanadi o'rganadigan bo'limi. Keyingi savolimiz tirik organizmlarning hayotiy jarayonlarini o'rganuvchi biologiyaning bo'limi debdi. Hayotiy jarayonlarni o'rganish bu demak fiziologiya hisoblanadi. Fiziologiya. Logiya. Hayotiy jarayonlar bo'ladigan bo'lsa. Xo'p, masalan, o'simliklar misolida ko'radigan bo'lsak, o'simliklar qancha suv bug'latishi, undagi fiziologik jarayonlar bu fiziologiya o'rganadi deyapmiz. Keyingisi algologiyaning o'rganish obyektini aniqlang debdi. Algologiya bu suvotlarni o'rganadi. Suvotlar. Keyingi savolimiz achitqi zamburug'larini tuzilishi va uning inson hayotidagi ahamiyatini o'rganadigan bo'limni aniqlang debdi. Demak, zamburug'lar, achitqi zamburug'ni qanaqangi zamburug' bilan chiqadingizlar? Zamburug'larni o'rganadigan fan mikologiya hisoblanadi bizga. Mikologiya. Mikologiya. Keyingi savolimiz demak, Neander daryosi yaqinidan topilgan Neandertal odam. Neander daryosi yaqinidan topilgan Neandertal odam qoldiqlarini o'rganish bilan shug'ullanadigan biologiyaning bo'limi debdi. Demak, qadimgi odamlarda suyak qoldiqlarini o'rganyaptilar, bu to'g'rimi? Ya'ni qadimgi odamlar o'rganishi bu qaysi bo'ladi? Paleontologiya hisoblanadi. Paleontologiya. Paleontologiya. Paleontologiya o'rganadi buni. Keyingi savolimiz inson embrional davridan tashqi jabralarning bo'lishi va ularning keyinchalik ichki jabralar bilan almashinishi qaysi biologiyaning bo'lim o'rganadi debdi. Bu demak embriologiya hisoblanadi. Embrion bilan bog'liq jarayonlarni embriologiya o'rganadi. Embriologiya. Xo'p, keyingi savolimiz insonlarda daltonizm kasalligi o'g'il bolalarga faqat onalari tomonidan o'tadigan genlar bilan bog'liqligini qaysi biologiyaning bo'lim o'rganadi debdi. Demak, buni ya'ni o'sha daltonizm kasalligi faqatgina o'g'il bolalarga faqatgina onasi tomonidan o'tishini bu gen bilan bog'liq bo'lyapti. Daltonizm demak gen darajasi o'rganilyapti. Bu genetika hisoblanadi. Genetika. Xo'p. Keyingi savolimiz shamol kuchli orollarda hasharotlarning qanotlarining yo'qolib ketganligi yoki ularning kalta rudiment holatiga kelib qolganligi va uning sabab oqibatlarini biologiyani qaysi bo'lim o'rganadi degan. Bu bizga evolyutsion ta'limot hisoblanadi, to'g'rimi? Masalan, shamol kuchli bo'lgan orollarda nima sababdan hasharot qanotlari yo'qolib ketyapti yoki kalta bo'lib qolishiga nima sabab deydigan bo'lsangiz, kuchli shamol ta'siridan bular himoyalanish kerak. Agar qanotlari uzun bo'ladigan bo'lsa, shamol ta'sirida bular uchib ketishi mumkin. Buni demak evolyutsion ta'limot o'rganadi bizda. Evolyutsion ta'limot.
Evolyutsion ta'limot. Keyingi savolimiz achitqi zamburug'ning faoliyati natijasida sanoatda pivo va vino olishda foydalaniladi. Bu bilan biologiyaning qaysi bo'limi shug'ullanadi debdi. Bizlar demak tirik organizmlardan o'zimiz sanoatda foydalanamiz. Demak biotexnologiya hisoblanadi. Biotexnologiya. Biotexnologiya bu tirik organizmlardan biologiyada qo'llanilish sohalarida o'rganiladi. 9-savolimiz bo'ldi. 10-savolimiz yo'sinlarni o'rganuvchi biologiyaning bo'limi qaysi debdi? Yo'sinlarni briologiya fani o'rganadi bizda. Briologiya. Xo'p, endi 1-2 bo'limni ko'ramiz. 1-2 bu bizga biologiyani o'rganish usullari bilan tanishib chiqamiz endi. Bu bo'limda biz biologiyani o'rganish usullari 11-savol. Qaysi metod yordamida biolog ekosistemalarning mahsuldorligi va yashovchanligi kabi ko'rsatkichlar o'rganiladi debdi. Demak, biz biolog ekosistemalarning mahsuldorligi va yashovchanligi kabi ko'rsatkichlarni o'rganishimiz bu modellashtirish metodi hisoblanadi. Ya'ni katta bitta ekosistemani to'g'ridan-to'g'ri o'rganishning imkoniyati yo'q, to'g'rimi? Umumiy ekosistemani to'g'ridan-to'g'ri o'rganishning imkoniyati yo'q. Shuning uchun biz bundan demak kichik ekosistema yaratib olamiz o'zimizdan. Bu masalan akvarium chuchuk suv havzasini modeli hisoblanadi. O'sha chuchuk suv katta obyekt, masalan katta bir obyekt bo'ladigan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri o'rganishning imkoniyati yo'q. O'zimizga kichik obyekt yasab o'rganamiz. Modellashtirish hisoblanadi bu. Model yasab olinadi-da. Modellashtirish. Keyingi savolimiz evolyutsion ta'limotga qaysi metod yordamida asoslangan? Evolyutsion ta'limot bu tarixiy metod hisoblanadi. Evolyutsion ta'limotga tarixiy usul yordamida asoslangan hisoblanadi. Evolyutsion ta'limotga qaysi metod yordamida asoslangan desa tarixiy deb javob berasiz. 13-savolimiz qaysi metoddan sistematika, sitologiya kabi biologiyaning bo'limlari keng foydalaniladi? Demak, biologiyaning bo'limlari bo'lyaptimi? Keng foydalanadi debdi, qarang. Sistematika, sitologiya kabi biologiyaning bo'limlarida keng qo'llaniladigan metod bu bizga taqqoslash metodi bo'ladi, to'g'rimi? Taqqoslash metodida sistematika, sitologiya kabi biologiyaning bo'limlarini ko'proq foydalanamiz. Taqqoslash. Xo'p, video tasvirlar orqali pingvinlarning koloniyasidagi o'zaro munosabatlar o'rganiladi. Qaysi metod yordamida? Demak, buni rasmda ham ko'rgandik, misol qilib aytgandim. Bu demak kuzatish usuli hisoblanadi. Kuzatish. Obyektimizga ta'sir etmagan holatda video kameralar, har xil chiplar yordamida kuzatamiz. 15-savol. Biologiyaning zamonaviy yosh metodi qaysi debdi? Demak, yosh degani eng oxirgi chiqganida. Xo'p. Demak, bu modellashtirish metodi hisoblanadi, eng yoshi. Modellashtirish. Masalan, eng tarixiy usul kuzatish usuli hisoblanadi. Bu qadimdan mavjud bo'lgan organizmlarga tashqi ta'sir o'tkazmagan holatda kuzatgan qanday jarayonlar borishini modellashtirish demak eng yosh metod hisoblanadi. Endi zamonaviy metodlardan biri hisoblanadi. 16-savolimizda qaysi metod voqea hodisalarning qolgan metodlarga nisbatan chuqurroq o'rganiladi debdi? Bu tajriba metodi. Tajriba orqali bizlar alohida olib o'rganamizda bir organizmni. Mana masalan, demak, modellashtirish metod bo'ladigan bo'lsa yoki kuzatish metodini oladigan bo'lsak, bularning birortasida tajriba metodchalik alohida o'rganish imkoniyati yo'q. Ayniqsa kuzatish usuli ham. Xo'p, tajriba bu ikkinchi nomi eksperimental metod deb ataymiz ham tajriba metodini.
12-chi savolimizda taqqoslash metodi yordamida kashf etilgan qonunlar deb, taqqoslash metodi yordamida biogenetik qonun, biogenetik qonun, irsiy o'zgaruvchanlik gamologiy xatarlar qonuni va qaysi edi? Hujayra nazariyasini yozaylik. Hujayra nazariyasi, keyin hujayra nazariyasi. Xo'p, biogenetik qonun, hujayra nazariyasi va irsiy o'zgaruvchanlikning gamologiy xatarlar qonuni. Irsiy o'zgaruvchanlik gamologik xatarlar qonuni. Gamologik xatarlar qonuni deb yozib qo'yamiz. Biogenetik qonun, irsiy o'zgaruvchanlikning gamologik xatarlar qonuni va hujayra nazariyasi o'rganilgan taqqoslash metodi yordamida. 19-chi savolimiz. 18-chi savolimiz, uzr. 18-chi savolimizda organizmlar sistematika sonlanayotgan dastlabki davrlarda qaysi metoddan keng foydalanilgan debdi. Demak, dastlabki metod qaysi deb aytdik bizlar? Kuzatish usuli deb aytdik, to'g'rimi? Demak, organizmlar sistematika sonlanayotgan dastlabki davrlarda kuzatish usulidan ko'proq foydalanganmiz. O'n to'qqizinchi savolimiz, matematik hisob-kitoblardan qaysi metodda keng foydalanadi deyilgan? Modellashtirish metodi. Modellashtirish metodi asosan matematik hisob-kitoblar hisoblanadi. Modellashtirish. Xo'p, 20-chi savolimizda nima debdi? O'rdak burun va o'rdakning turli sinf vakillari ekanligi qaysi metod yordamida tushuntirish qulayroq debdi. O'rdak burun va o'rdakni turli sistematikaga kirishini bizlar taqqoslash metodi yordamida kuzatishimiz mumkin. Taqqoslash metodi yordamida, demak, o'rdak burun va o'rdakni qaysi sinflarga mansub ekanligini aniqlaymiz. Taqqoslash. Endi ikkalasini taqqoslaymiz. Qani, o'rdak burunda burni qanday, o'rdakni burni qanday? Yo buni oyoqlari qanday, buni pati qanday deb, xullas shu kabi taqqoslash metodlaridan olib boriladi. Shu bilan bu tahlilimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Alloh ilmingizni ziyoda qilsin.